300 mingga boshdan oyoq 2 marta luk qilasiz desam ishonasizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Hozirgi lokatsiyamiz Lady House. Bu do'kon outlet do'koni bo'lgani uchun hamma narsalar arzon narxda sotilar ekan. Kamiga hozir skidka ham qilishayotgan ekan. Narxlarini ko'rib o'zim hayron qoldim. Shtampl ko'ynaklar 79 mingdan, abaya ko'ynaklar, naryadniy ko'ynaklar ham 79 mingdan. 3 ta stilaj to'la ko'ynak, abaya, namaznik. Bularni hammasi oldinlari 200 mingdan kam sotilmagan. Hozir bo'lsa 79 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Jinsi shimlar 125 mingdan. Ranglari va fasollari bor. Xilma-xil rubashkalarning hammasi atiga 59 mingdan. Xohlagan turdagi rubashkani topsangiz bo'ladi. Bir-biridan chiroyli ranglari xilma-xil bo'lgan futbolkalar bo'lsa atiga 39 ming so'mdan. Hijobli opa-singillarimiz uchun ham yangi uzun long sleeve'lar atiga 39 ming so'mdan qilib qo'yishgan. Xilma-xil dvoykalarni hammasi skidkada 99 ming so'm. Borib kiyib ko'rib, xohlaganingizni olasiz. Vaqtida bularning hammasi 200 mingdan kam sotilmagan. Почти butun do'kondagi kiyimlar skidka narxda. Hozirgi havoga mos jinsovkalar 79 ming so'mdan. Hijobli va hijobsiz opa-singillarimiz uchun barcha turdagi kiyimlar bor. Skidka tugamasdan siz ham borib ulgurib qoling.